Shamol sabab ehtimol tundagi shegi g'ichirlar. Boshlanadi qishloqda shunda pichir-pichirlar. Sizga nima siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Oshiqlarmi oshiqdek, mayli ko'ngil xushlashsin. Ikki oshiq istashsa, shamol bilan mushtlashsin. Uyaltirmang yigitni, g'iybat qilmang qizni ham. Shunday o'tli, totli muhabbat siylar bo'lsin albatta sizni bizni ham deb qolamiz-da, bugun mana shunday chiroyli, ajoyib oqshomni tilaklarini boshlashga shay turgan kelin-kuyovni yaqinlarini kutib olamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, borlaringga shukr. Endi tilaklarni boshlashga keladigan bo'lsak, kelinimizning dugonasi bugun to'yxonamizda mehmon, biz esa mezbon sifatida singlimizni hurmatini joyiga qo'yamiz-da, birinchilardan bo'lib kelinimizning dugonasidan to'yxona tilaklarini tinglab, tilaklarni boshlab boramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun bo'lmish dugonam Bezoda to'yda o'tirganmiz, ularga uzoq baxt tilayman. Baxtli dugonajon. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Marzojon hamda bugungi umr yo'ldoshi bo'lmish Eldoxonlarga baxt salomat tilaymiz. Uzoq umr, Xudo kelasi yillar sog'lik va sog'lik farzandlari ota-onasi bo'lmish nasib qilsin. Do'stim ilohim yigit boshi egilmasin. O'zim nomimdan qolaversa 98 nomidan tabriklayman. Nima bormisizlar? Olamda chiroyli nurga aylangan, go'zallar ichidan kelin saylangan, har yuzda tabassum quvonch ifori, ikki yo'lmush kun baxtga shaylangan, qadamlar shoshadi visol oniga, xush kelibsizlar do'stlar baxt oshyoniga, eng aziz mehmonlar bo'lmish to'ychilar xonadoniga. Mardon do'stim tabriklayman. U bo'ldi, bu bo'ldi, mana bugun Mardon do'stimizdan yordim bo'ldi. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat deymiz albatta, mana shunday go'zal tilaklar uchun tashakkur. Endi shunday sho'x tilaklardan so'ng esa biz navbatni chiroyli qo'shiqqa berib, raqslarga sizlarni taklif qilib olsak, marhamat.